Amerika dunyoning eng yirik demokratiyasi. Hozir katta sinovdan o'tmoqda. 2026-yil boshida yuzlab shaharlar, ko'chalar, ish joylari, hatto maktablar bo'shab qoldi. Bu oddiy ish tashlash yoki ijtimoiy faollik emas. Bu eng keng ko'lamli noroziliklardan biri. Bugun biz shu proseslarning sabablarini, ularni qanday boshlangani, kimlar ishtirok etayotgani va bu holatning AQSh hatto butun dunyo uchun nimani anglatishini birma-bir tahlil qilib chiqamiz. Agarda videolarimiz sizlar uchun qiziq bo'layotgan bo'lsa, hoziroq sahifamizga obuna bo'lishni va bizni qo'llab-quvvatlash uchun videomizga like bosishni unutmang. Qani unda biz videoni boshladik. Protestlar o'zi qanday boshlandi? 2025-yil oxirida Donald Trump ma'muriyati immigratsiya siyosatini keskin kuchaytirdi. Asosiy o'zgarishlar quyidagilar edi. Hujjatsiz immigrantlarni qarshi jarimalar kuchaytirildi. Deportatsiya jarayonlari tezlashtirildi. Ish beruvchilarning yangi soliq va jarima rejalari kiritildi. Rasmiy bayonotlar aytishicha, bu milliy xavfsizlikni kuchaytirish va ishsizlikni kamaytirish uchun qilingan qaror edi. Ammo juda tez fosh bo'ldi. Bu siyosat o'nlab, millionlab odamlarning hayotini to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmoqda. Qurilishda ishlaydigan immigrantlar, restoran xodimlari, omborxona, logistika sistemalar bularning barchasi bu qaror ostida qoldi. To'g'ri, bu soha Amerika iqtisodiyoti hayotini tayanchini tashkil etardi, ammo ayrim bir qonunlar sababli bu sohalarda ishlaydigan immigrantlarimiz ayrimlari ishsiz qolib ketishiga ham sabab bo'lib qolmoqda. Hozirgi paytda ham bu qonunlar yana jadallashib, yanada kuchaytirib borilmoqda. Kundan kunga bu qonunlar barchasi o'sha yangi qonunlar, yangi siyosatlar orqali immigratsiya siyosatlarini keskin kuchaytirib, ularga shu Amerika hududida yashayotganlar, hujjatsiz yashayotganlar bo'lishi mumkin yoki imina dokumentlari to'g'ri bo'lmay ishlayotgan bo'lishlari mumkin. Shularga juda ham jiddiy qaralmoqda va Amerikaga hozirgi paytda ishchi vizasi yoki boshqa vizalar bilan kirish juda ham keskin, qattiq nazorat ostiga olingan. Noroziliklar juda ham ko'p bo'lmoqda hozirgi paytda. Amerika shimoli, janub, g'arb va sharqiy kichik namoyishlar yuzaga keldi. Lekin voqea shu yerda turib qolgani yo'q. Ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqalgan videolar orqali millionlab odamlar bir-birini chaqira boshladi. Los Angeles, New York, Philadelphia, Chicago, Houston barcha yirik shaharlar namoyish markaziga aylandi. Bu noroziliklar faqat immigrantlar bilan chegaralanmadi. Ular tezda oddiy ishchilar, talabalar, fuqarolik huquqlarini himoyachilari, hatto ayrim amerikaliklar tomoniga o'tib oldi. Shior shunday edi: No work, no school, no shopping. Ya'ni ishni to'xtatamiz, maktabni yopamiz, xaridni to'xtatamiz. Bu oddiy norozilik emas, bu ijtimoiy iqtisodiy bosim. Ular shunday dedilar: agar biz ishlamasak, Amerika to'xtaydi va huquqni tan olamizki, shuning uchun to'xtadi degan fikr bilan hozirda chiqishlar qilib kelishmoqda. Ammo bunday chiqishlarga, bunday katta yig'ilib norozilik bildirishlarga Amerika prezidenti ham shunchaki qarab turgani yo'q. Donald Trump tomonidan qanday javob berildi? Ma'muriyatning birinchi javobi keskin edi. Bu savobachidir deb aytildi. Trump tarafdorlari nazarida bu qonunga zid harakat, bu Amerika tartibini buzish, bu ijtimoiy tartibsizlik. Ular immigratsiya siyosatini qat'iy bo'lishi kerak deb asossiz fikrladi. Ularning asosiy argumenti avval Amerika, keyin boshqa davlatlar. Bu formulani ular bir necha bor takrorladilar. Ammo shuni unutmaslik kerak, ko'pchilik norozilar AQSh fuqarolari ham edi. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadi. Bu qarama-qarshilik faqat immigrantlar masalasi emas. Bu millat ichidagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy kurashga aylandi. Bu yerda hozir faqat immigrantlar, misol uchun boshqa davlatlardan kelgan insonlar bunday noroziliklarni olib chiqmayapti. Amerika fuqarolarini o'zlari ham norozi ekanliklarini bir necha bor ta'kidlab chiqib kelishgan. Ko'pchilik norozilar AQSh fuqarolarini o'zi ham bo'lib chiqdi bu yerda. AQSh fuqarolarini o'zi ham bunday jamoalarga qo'shilib, bunday noroziliklarda ishtirok etib kelishmoqda va ijtimoiy tarmoqlarda videolar ham AQSh fuqarolari tomonidan ham bildirilmoqda. Bundan shuni bilsak bo'ladi, Amerika hozir chiqarayotgan qonunlari, yangi siyosiy qonunlari, bularning hammasi nima deydi?
imini AQSh fuqarolarini o'ziga ham yoqmayapti. Faqatgina immigrantlarga emas yoki da ishchi bo'lib kelganlarga emas, boshqa davlatlardan misol uchun ish izlab kelganlar uchun emas. Imini Amerika fuqarolarini o'ziga ham bu qonunlar yoqmayapti. Bundan shuni tushunib olsak bo'ladi, bu millat ichidagi ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy kurashga aylanganini. Mana shu joyga ham qat'iy e'tibor berish kerak. Endi bundan nimani xulosa qilsak bo'ladi? Hozirgi chiqib kelayotgan ijtimoiy, iqtisodiy bo'ladimi, immigrantlar uchun har xil siyosatlar, qonunlar bo'ladimi? Bularning barchasi umuman Amerika fuqarolariga ham, immigrantlarga ham yoqmayotganini ko'rsatib berishi mumkin. Endi ekonomik tahlillarga keladigan bo'lsak, hozirgi paytda jadallashib borayotgan bu immigratsiyalar, bular bizni imini Amerikaning iqtisodiyotiga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bu proseslar nimaga olib keldi? Avvalambor ish tashlashlar. Restoranlar yopildi. Katta-katta hududlarda joylashgan restoranlar asta-asta yopilishni boshladi. O'rta biznes zarar ko'rdi. Kichik kompaniyalar o'z faoliyatini to'xtatdi. Kichik kompaniyalarda asosan chet eldan kelgan immigrantlar ishlardi. Restoranlarda ham xuddi shunday. Ayrim bir restoranlar chet davlatdan kelgan o'z ishini, biznesini qilaman degan insonlar tomonidan kelib restoranlar ochilgan bo'lsa, o'sha restoranlar daji yopildi. Sanoat to'xtashi, qurilish, logistika, omborlar, bu sohalar juda katta tormozga uchrab qoldi. Logistikalar yaxshi bo'lmadi, fura haydaydiganlar uchun yuklar chiqishi qiyin bo'lib qoldi. Bu nimaga olib keldi? Kichik bir korxonalar yopilganning hisobiga, o'rta biznes zarar ko'rganning hisobiga, ayni qurilish, logistika, omborlar ham to'xtashni boshladi. Chunki bundan oldingi videomizda aytib o'tganimdek, qurilishda asosan boshqa davlatlardan kelib, imini o'sha qurilish yo'nalishida ham ishlaydiganlar juda ham ko'p edi. Shuni hisobiga immigratsiya qonunlari kuchayganning hisobiga qurilish, logistika, ombor ishlaydigan ishchilarni ham ishlari keskin pasayishni boshladi. Transport to'silib qoldi. Ya'ni yuk mashinalari to'xtadi. Benzin tizimi zaiflashdi. Qo'yish kerak bo'lgan nuqtalar, immigrantlar, ishchilarsiz ko'plab sektor o'ta beqaror bo'lib qoldi. Bu holat nimalarga olib keldi? Mahsulotlar yetkazib berish sekinlashdi, narxlar oshdi, bozorlar larzaga kelishni boshladi. Deyarli barcha iqtisodiy indikatorlar pasaydi. Bu faqat protest emas, bu iqtisodiy tugmani bosilgandek bo'lib qoldi. Deyarli ishchilarga bo'lgan talab yanada oshib ketdi. Immigrantlarni hujjatlari bo'yicha to'xtalishlar juda ham ko'p bo'lib ketdi. Qonun bo'yicha yoki da noqonuniy ishlayotganlar bo'lsa, ularning barchasi ishdan olib tashlandi. Ayrim bir restoranlar yopildi, magazinlar yopildi, benzin shoxobchalari yopildi. Bozorlarda ayrim bir sektorlarda ishlaydiganlarning ishi olib tashlandi. Shuni hisobiga bozorda ishlaydiganlarga ham raqobat kamayganning hisobiga ular narxni keskin oshirdi. Bu narsa tabiiy holatda AQSh fuqarolariga ham yoqmadi. AQSh fuqarolarining o'zi ham aynan mana shu narsalarga norozilik bildirib keldi. Birdaniga indikatorlar pasayib ketdi va narxlar oshishni boshladi. Bozor shunchaki larzaga keldi. Boya aytib o'tganimdek, bu iqtisodiy tugmani bosilgandek oqibatga olib keldi. Iqtisodiy tugma xuddiki bosilgandek bo'ldi. Barcha narsa keskin qimmatlashib ketishi bu juda ham jamoatga, nafaqat o'sha Amerika fuqarolariga, balki immigrantlarga ham yoqmadi. Immigratsiya kuchayib ketgan hisobiga, ishchilarga bo'lgan talab kuchaygan hisobiga va undan tashqari aynan misol uchun dokumenti yo'q bo'lib ishlayotganlar, ishchilar juda ham ko'pligini hisobiga ularni ishdan olib tashlaganlaridan so'ng ayrim bir restoran, kafe, daji mana shunaqa iqtisodiy narxlar oshib ketishiga ham daji sabab bo'lib qoldi. O'zi umumiy olib qaraydigan bo'lsak, AQSh jamoasi qanday bo'lindi? Bu protestlar AQShni ikki qismga ajratib qo'ydi. Tarafdorlar, Trump siyosatini qo'llab-quvvatlaydiganlar, chegara nazoratini kuchaytirishni istaydiganlar. Tashqi iqtisodiy bosimlarga qarshi bo'lganlar, norozilar, ishchilar, talabalar, mehnat migratsiyasi tarafdorlari, huquq faollari. Bu qarama-qarshilik nafaqat siyosiy, bu madaniy urush. Tasavvur qilasizlarmi? Amerikani ichini o'zida bu madaniy urushga olib keldi. Trump tarafdorlari siyosiy qo'llab-quvvatlaydi, chegara nazoratini kuchaytirishni istaydi. Tashqi iqtisodiy bosimlarga qarshi bo'lganlar esa ishchilar, talabalar, mehnat migrat tarafdorlari, huquq faollari, norozilar juda ham ko'p. Daji talabalar ham bunga norozilik bildirishni boshlashdi. Maktablar, universitetlar yopilishni boshladi.
Mehnat migratsiyasi tarafdorlari esa ular ishchi bo'lib kelishgan, ammo hozirda ish yo'q. Agar ishlayman desa noqonuniy deyishadi, yo uni qamashadi, yo deport qilishadi. Juda ham qonunlar jiddiylashib, jadallashib bormoqda. Aynan mana shu narsalar ijtimoiy chiqishlarga ham olib keldi. Ko'pchilik noroziliklar bildirishni chiqishni boshlashdi. Jamiyat ichida fikrlar keskinlashdi, oilalar bo'linmoqda, media ikki qutbga bo'linmoqda. Aksar tahlilchilar aytmoqda, bu faqat Tramp bilan tugamaydi. Bu Amerika jamiyatining ichki muammosi va bu muammo uzoq davom etishi mumkin. Bu yerda hozirgina faqat Trampning o'zining qonun qoidalari emas, bu Amerika jamiyatining ichki muammosini ham keltirib chiqmoqda. Amerika tashqi davlatlar bilan urush qilmayapti yoki boshqa davlatlar bilan qandaydir urush ochayotgani yo'q. Imini Amerika o'zining hududini ichida ichki urushni boshlagan. Ya'ni o'sha o'zining qonunlari o'zining vatandoshlariga, imini Amerika fuqarolarini o'ziga yoqmaydi, migrantlarga qilinayotgan ishlar, talablar, даже ishchilar, huquq faollari, noroziliklar juda ham hozirda jadallashib bormoqda. Va bu muammo uzoq davom etishi mumkin degan xulosa ham mavjud. Endi bunday voqealarga dunyo bu haqida nima deyapti? Butun dunyo bu voqeani kuzatyapti. Ba'zi davlatlar bu zaiflik deb qarayapti. Ba'zilar bu demokratiyaning tabiiy jarayoni deb baholayapti. Yevropada o'zi siyosiy tahlilchilar aytmoqda, AQSh ichki bo'linishi global barqarorlikka ta'sir qiladi. Ya'ni siyosatshunoslar esa bu Amerika tarixida yana bir sinov bosqich. Bundan oldin ham bunday sinovlar bo'lgan va bu Amerika tarixida yana bir sinov bosqichi degan tahlilni berishmoqda. Shuning uchun bu voqea faqat ichki siyosat emas, bu global voqea. Yevropa siyosatchilari, tahlilchilari bekorga aytishmagan, AQSh ichki bo'linishi global barqarorlikka ta'sir qiladi. Xuddi shunday. Umuman bitta Amerikaning iqtisodiyoti tashqi iqtisodiyotga ham ta'sir qiladi. Misol uchun bizning bozorlarimizda ayrim narsalar narxi oshadi, ayrimlar narxi tushadi, dollar narxi ko'tariladi, dollar narxi tushishi, oltin narxi ko'tarilishi, iqtisodiy ta'siri mavjud. Deyarli 28-30% ga ta'sir qilishi mumkin. Shunaqa prognozlarimiz ham mavjud. Bu narsa bitta Amerikaning ichida bo'layotgani bilan bu narsa faqat Amerikaning o'ziga ta'sir qilayotgani yo'q. Bu global, umumiy jahonga ham, umumiy butun dunyoga ham oz bo'lsa-da ta'siri yetayotganini ko'rsatib beradi. Bekorga Yevropa siyosatchilari, tahlilchilari bekorga bu gapni aytishmagan. Siyosatshunoslar esa bu Amerika tarixida yana bir sinov deb bekorga aytishmagan. Lekin shuning uchun bu voqea faqat ichki siyosat emas, bu global voqea deb ham bekorga ta'kidlab o'tishmagan. Imini bizda va Amerikada bo'layotgan ayrim bir iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy bo'layotgan mana shunday qonun qoidalar Amerikaning o'ziga emas, boshqa davlatlarga ham ta'sir qilayotganini ko'rsangizlar bo'ladi. Endi bulardan umumiy xulosa qiladigan bo'lsak, bu namoyishlar oddiy ziddiyat emasligini shu yaqqol ko'rib turibmiz. Bu milliy iqtisodiy va siyosiy keskinlik, bu voqea Tramp politikasi bilan boshlangan bo'lsa, bu endi Amerika jamoasining o'zi uchun savol tug'diradi. Amerika kim bo'lishni xohlaydi o'zi? Chegaralar ochiqmi, yopiqmi? Mehnat adolati nimani anglatadi degan savollar xalq ichida yuribdi. Amerikaning tarixi shu kabi kun voqealariga ham javob beradi. Bu protestlar kelajak uchun yirik signal. Allaqachon ichki bosimlar boshlandi, ichki mojarolar boshlandi, iqtisodiy sinishlar boshlandi, narxlar ko'tarilishni boshlandi, global voqealar boshlandi. Shundan keyin allaqachon imini o'sha Amerika fuqarolarini o'zida ham tabiiy holatda savol paydo bo'ldi. Va atrofdagi davlatlar fuqarolariga ham, immigrantlarga ham savol paydo bo'lishni boshladi. Amerika kim bo'lishni xohlaydi o'zi? Nima uchun? Mehnat adolati nimani anglatadi? Mehnatga nisbatan bo'layotgan zulmlar nimani anglatadi? degan savollar haligacha savolligicha, so'roqligicha qolib ketmoqda. Qadrli obunachilar, mana bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Umid qilamanki qiziqarli bo'ldi sizlar uchun. Bundan keyingi videolarimiz albatta Amerika iqtisodiyoti, umuman Amerika hududida bo'layotgan yangiliklar, Amerika hududida bo'lib o'tayotgan har xil iqtisodiy, ijtimoiy informatsiyalar, qiziqarli ma'lumotlar, foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq bizning YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, videomizga like bosing va do'stlaringizga bu videoni jo'natib qo'yishni ham unutmang. Hammangizga rahmat. Bundan keyingi videolarimiz nima haqida bo'lishini albatta izohlarda o'z fikringizni qoldiring.